Mana do'stlar, ko'rganingizdek bu Adventure o'yini. Bu o'yin juda ham qiziqarli bo'lib, bu o'yinda birinchi boshlanishiga eng kerakli bo'ladigan narsalar. Bu o'yinni noldan boshlasangiz juda ham zerikarlikka o'xshab ko'rinadi, lekin darajangiz ko'tarilgan sari qiziqlashib ketaveradi. Albatta, bu o'yinni ham o'ziga yarasha sabrlilar o'ynaydi albatta. Mana bizning profit 1640 va bu ultimate. Xo'p, sizlarga boshlanishidan oddiyrog'idan tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu common eng kuchsizi. Atigi 3 profit beradi, hech qanday qobiliyat bermaydi. Endi ikkinchi o'rinda turadigan mana bu rare. 90 faster tezlik beradi. Hop, keyingi o'rinda turadigan epic. 34 cholangi to mak perfoot instantly. Volt 100 faster deyapti. Ya'ni 34% foot tezroq install qilib olib ketasizlar va volt 100% tezroq harakatlanasizlar degani bu. Mana bular esa ochilmagan legendarnilar. Bularni 2 ta epic va 3 ta rare orqali ochishingiz mumkin va bu beradigan qobiliyatlar juda ham katta tezlik berar ekan, ko'rib turganingizdek. Menda esa hozircha mana bu bor. Endi bu kiyimim ham ochilishiga oz qolmoqda va bu juda ham katta qobiliyatlar beradi va profit ham beradi. Ko'rib turganingizdek 243 profit beradi. Ultimate. Menda mana bu ochilgan ultimate bor va buni 11 darajagacha ko'targanman mana. Mana shunday qilib ko'tarsa bo'ladi, mana. Ko'rib turganingizdek. Hop, bu yerda meni kiyimlar to'pladim. Bu yerda meni qo'lga tushadigan narsalar mana. Ko'rib turganingizdek, mana bu ikkinchi qo'limga ham narsa uchib olganman, ya'ni 60-shaharda ochiladi. Ikkinchi qo'lga narsa uchash. Mana 120-shaharda esa ikkita hayvon qo'yib olishingiz mumkin yoningizga. Mana bu ham forge bo'lishiga oz qoldi. Mana shu 5 ta narsa kerak edi, bitta qoldi xolos. Yig'ishimga bu yerda esa rare'im bor. Buni ham ancha ko'tarib qo'yganman. Xo'p, mana bu yerda mening 3 xil hayvonim bor. Eng kuchlisi bu o'zi aslida epic hayvon bo'lib, men uni legendarni qilib olganman. Xo'p, bu yerda esa yana bitta epic hayvon. Va salkam bir kesvagim bor. Va chiqib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda choy-chaqalar beribdi. Hop. Mana bu yerda albatta ko'tarib turish zarur. Kerak bo'ladi. Eng katta raqamni tanlab olamiz. Hop. Mana shu yerdan qo'shimcha ishchi berishadi. Xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Bular orqali o'yinni yanada tezroq tugatishingiz mumkin. Mana ko'ramiz. Bu yerda eng kuchligini tanlaymiz. Buni profiti 988 ekan. O'rtacha. Buniki 945. Hop, 276, 228, 400 nechidir, 475. Значит, bu birinchidagi kuchliroq ekan, ancha sezgan bo'lsanglar, buni olamiz. Va buni ham bizga yordam tegib qolishi mumkin. Eng kerak bo'ladigan narsa mana bu yerda aylanib turibdi-yu, dumaloq. Hali ochilmagan, internetinglar ishlasa ochiladi. Ashuni esinglar, eng katta yordam beradi. Va mana bu yerda mana bu narsalarni ham ochishinglar zarur. Menda hammasi ochilmagan. Eng kerakligi ko'proq mana buni ko'tarish kerak. Bu profit yana ham ochib beradi. Dumaloq aylanib turganda ko'taradi ya'ni. Mana bu esa klan. Klanda ham har xil sovg'alar beriladi. Va mana mana bu yerda bunday forge qilib, har xil narsalar ehson qilib, mana salvaga desanglar, ehson qilib beradi mana. Sizlarga komonlar mana 4x dan beradi. Ikkita komanda ehson qilib ko'rsatib Xullas mana bu yerda kim ko'p ehson qilish bo'yicha mana yerda turishadi. Men yaqinda birinchi o'rinda, hozir 3-o'ringa chiqib qolganmiz. Mana eng ko'p ehson qilayotgan odam. Va ko'rganingizdek, buni eng kuchli qurol, ya'ni mifiki bor. Mifikni ochish esa katta darajalilar uchun. Hali men u darajaga yetganim yo'q. Bu juda ham kuchli bratan. Va u 65-shaharda ekan. O city yozilib turibdi. Bu o'yinni klanda egasi. 36-shaharda, lekin ancha kuchli. Hop. Mana bu esa menman. Ko'rib turganingizdek, men ham kuchli bo'lsam kerak. Mana bu yana bitta kimdir, tanimayman, Barney deb yozib qo'yibdi. Mana bu esa Anna. Bu klanimizdagi eng kuchlisi. Hop. Mana bu esa Player 863. Nomini o'zgartirma kerak ekan. Lekin hayvoni juda ham kuchli hayvon. Yaxshi.
Bu esa bu ham kimdir? Player 9988. O chiroyli ekan qarang. Hop, bu Selenau ekan. Buni ta'riflash emas. Mana bu ham esa ancha kuchli. Ko'rib turganingizdek 73-charda mana shu yerda eng baland shahardagi odam mana shu ekan. Ko'rib turganinglarda yana choy-chaqalar, allambalo. Xullas mana aytamda ko'taramiz. Nima qilib turib, xullas mana shunday o'ynab o'tiraveramizda. Bekardan foydasi yo'q narsalar ko'ryapsizlar. Har bitta to'ldirganimizga bittadan almas beryapti. Hop, mana shunaqa qilib almas yig'ib qiynalib ancha almas yiladi. Mana aytam bitta bo'lmag'ur sandiqlar ochib tugatib olishinglar mumkin. Mana masalan bu kichkina sandiq. Bundan tushadigan narsalar 60% common, 12% rare, 3% epic, 1% common tuxum, 0.5% rare tuxum berilar ekan. Hop. Bundan esa mana ulasmashlar. Mana esa epic hayvonlar. Menda epiclarda emas, egal otdan tashqari hammasi tushgan. Buni ham ko'rib chiqamiz. Endi bu ko'rganingizdek bu yerda tuxumlar tushadi. Common tuxumni ichida faqat bitta anaqa tovuq chiqishi mumkin ekan, qobiliyat bermaydigan. Hop, buni ichidan esa mishiq bilan it tushish ehtimoli bor. Bulardan esa 5 xil narsa tushish ehtimoli bor. Drake horse, penguini, pony, tortoise is, turini lar tushar ekan. Hop, bu yerda esa legendarniy hayvonlar. Legendarniy panda va legendarniy anaqa temir robot xullas. Men bularni YouTube'ga qo'yaman. Voy. Avvalda tanishtirayotgan joyimda chalg'itmada. Xullas mana bu yerda ajdarho va red panda, molch bir narsa ko'rishgan ekan. Xullas baby cricket 8 oyoq deganimi? Ashi bor ekan. Chiqdik. Xullas manaqa foiz 150x anaqa tushishi mumkin ekan. Shu ay. Yana bilib bo'lmaydi, xudo biladi. Xullas qo'lim tegib ketdi. Qoch. Bo'ldi. Buni ham ichidan legendarniy ultimate faqat mana shuni ichidan chiqishi mumkin ultimate. Qolgan boshqa hech qaysi sandiqlar ichidan tushmaydi, faqat mana shuni ichidan tushadi ultimate'lar. Uchun shunga ko'proq pul toplayveramiz biratlar. Hop, bunday qilib turib. Xullas klandan ko'rgan bo'lsanglar, klanda hozir biz 11-levelga kelibmiz. Bo'ldi. Jolly efirda ham shunaqa qilaman. Boshda 150 xir ko'taramiz ekan. Ikkita sandiq, 5 profit, 150 ta olmas, 75 ta suyak, 1 profit, 12 ta kichkina sandiq, 600 ta olmas, 15 profit, 2 ta mana bu eng kerakli anaqa sandiqdan va 350 ta anavi suyak. Hozir esa big box o'ynayapmiz. Va bu big boxdan esa legendarniylar eng muhimi legendarniy tuxum tushishi kerak, mengalishi kerak. Eng kerakligi. Keyin 2 profit, 6 ta olmos eng keraklilardan biri. Ular tushamiz. Eng kerakligi eng zo'r sandiq mana bu. Ko'rib turganinglardek oltin sandiq. Bunda umuman common tushish ehtimoli 0% bo'lib, rare tushish ehtimoli 53%, 33%, epic tushish ehtimoli va 12% legendarniy va 2% ehtimol bilan mifik. Shu 2% ehtimol bilan odamlar mifikni topib ochishyapti qiynalib. Men haligacha ocholmadim. Lekin menga ham aytganimdek mifik tushgan. Prosta forge qilinmagan mana. Ko'rib turganingizdek mana bu mifik. Mifik mo'jiza. Men ham kuchayib ketaman kibrlanib. Videolarimni ham to'xtatib yuborsam kerak. Lekin hozircha forge qiladigan hech qanaqa buyumim yo'q. Mana bu yerda kiyimlarim ichida esa nima olgan sovg'alarim chiqishi mumkin. Masalan, bu yerda hamma command olganman, hamma rare olganman, hamma epic olganman. Hop, ikkita legendarniyim qolib ketdi. Mana shu legendarniylarni olishim kerak. Ultimate'lardan esa menga kerak bo'lgan 4 tasi yo'q. Va menga keraksiz bittasi bor. Mana bu. Ular ko'rishinglar mumkin.
Bu yerdan ham bitta ham ultimate tushirmaganman, faqat 3 xil mana bu, mana bu kiyimlarda tushirganman legendarniy. Mana u bilan mana bu kiyim yetishmayapti menga. Eng kerakligi hozir mana shu korоб nima edi? Bochka kerak. Keyin esa mana bu forge qilinadi. Ki ultimate kiyim ham bor qale. Voy, yomon turibdi. Ultimate kiyinib ko'raymi, ha? Ne qilib? Buni kiyibman. Ikkinchi qo'limga ham bol qo'shayman. Bu qo'limga ham qani bolg'a. Bol qo'yishimikin boltami? Bol qo'shayman. O bo'ynimga ham ashuni qisdan bitta il bo'lsa-ma. Tago'y turadi. Wow. Lekin hozircha men mana bunday yurib turaveraman. Xullas mana choy-chaqalar olib tashlaymiz. Mana. Xullas bu o'yinda ajali deganda meni ko'raverasizlar. Bu o'yinda tug'ilmasdan o'tirgan odamman. Ko'ryapsizlar mana. Mana uni ham hatto 100% tugatganman 4-o'rinda. Mana men. Wow. Mana u esa 1-o'rinda tugatgan Bella ekan. Nimaga bu 1-o'rinda tugatdi ekan? Mendan kuchsizroq shekilli-ku. Desam meni kuchli ekan, ikkita hayvoni bor ekan. Yupulyos. Bu kim ekan? Ikkinchi o'rinda tugatgan odam birinchi o'rinda esa kuchli ekan. Nimaga bu ikkinchi o'rinda tugatdi? Ne bo'pti? Toga. Abobo mendan kuchsiz, lekin nimaga mendan anaqa? Abobo. Bo'pti. Xullas, eng muhimi men 4-o'rinda bo'lsa ham tugatdim-ku. Xullas Nefret qilasizmi? Albatta. Xullas mana bu o'rinda esa men nechinchi o'rindaman ekan? Atiga 45-o'rindaman ekan, va tugatmabman. Bo'pti. Sharmandaligini ko'rsatmay qo'yamiz. 386. Chik. Choy-chaqalarni olmasam ham bo'laveradi. Bular hech qancha pul bermaydi, prosta g'ashim kelib qoladi. Ancha turadi. Va bularni 150 gacha ko'tarsanglar max bo'lish qobiliyati bor. Shari. Tacho? Jim dur bir jolli. Men buni YouTube'ga qo'yaman deyapman. Ana ko'rdinglar, bittasi max bo'ldi. Xullas mana shunaqa hammasi max qilibsizlar. Mana xullas bunday qilib turib, men xullas mana 60-shahar mapasi ko'rsatilib turibdi. Santiago 60-shahar. Xullas mana shunaqa qilib o'ynab yuraverasizlar. Ikkita darajani o'tganinglardan keyin to'lasa max qilsanglar bitta oldinlaysizlar. Va xullas yangi shaharga uchasizlar. Shunaqa qilib 6 tamkin joydan o'tsanglar bittadan shahar ochiladi. Eng muhimi klanga narsa ehson qilishdan umuman qaytmanglar. Birinchi o'rinda klan xojani bo'laveradi. To'g'ri. Bo'pti. Sizlar menga o'xshab pas bo'lmanglar. Klanga berib turinglar deganlar. Qayerdan to'xtatilasizda jolli efir?